16 yoshli shaxsat Jungo Darajadagi tashqari birlashmasidagi tarixiy xarakterlik natijani yaratdi. Jungo Darajadagi tashqari birlashmasi 16-chi aylanmada Shunjin komandasi mehmon maydonida 0-3 natija bilan Wuhan komandasini mag'lub qildi. Shundaqla uda 5 maydon mag'lub bo'lish qadamini oxirlashtirdi. Bu maydon musobaqada Shunjin komandasining 16 yoshli yosh mayri shaxsat zapas a'zo bo'lib maydonga chiqdi. Shuning bilan u Jungo Darajadagi tashqari birlashmasida maydonga chiqqan tunji 2006-yilda tug'ilgan topchi bo'lib qoldi. Bu maydon musobaqa başlanıp 70 minut bo'lganda 34 nomorliq musobaqa kiyimini kiygan shaxsat Jang Jinping bilan almashib maydonga chiqqan. 20 minut atrofida bu yosh mayor 4 qaytam pas berishni tamomlagan, bir qaytam top tortib olgan, undan boshqa yana bir qaytam qoidaga xilop harakat kuchirgan. Şinjan G'oljidan kelgan shaxsatning bo'yi egizligi 1 m 79 cm. Maydonning o'rni hujumchi yoki yan hujumchi. O Şinjanning yoshlar komandasiga vakolatdan Xingda Xingyao Longxi, boshlanish manbasi Longxi qatorliq musobaqalarga qatnashgan. Ko'p qaytam eng munavvar mergan bo'lib baholangan. U yana ko'p qaytam U16 davlat o'smirlar mashq tizimiga qatnashgan.